Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Nurullouz kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari, Simental ko'chat ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon Qo'shtepa'damiz. Hurmatli aka-ukalar, sizlarni e'tiborlaringga bugungi videoligimizda yosh va sifatli 4 dona ko'chatchalarimiz bor. Akalar, xudo xolasa maza qilib boqaman deganlar bormidi mana? Bir donadan like tugmasini bosib videorolikni oxirigacha ko'rasizlar. Shu. Joning sog' bo'lgurlar. Mamdaqalari xudo xolasa sizlarning duolaring bilan, sizlarning layklaring bilan inshaalloh davomiy simentallar seriyasi chiqaradi akalar. Faqat laykni bosib, "Ey otangga rahmat o'g'il bola. Chorvadorlar, saxiy insonlar" yozib qo'yasizlar akalar. Mana qarang. Go'zallaridan, chiroyli, yaxshi sifatlilaridan so'ragan aka-ukalarga yosh ko'chatchalarni go'zallaridan kelyapti mana. Akalar, xudo xolasa chiroyli qilib Uzoq akamdan narx-navo ma'lumotlarni olamiz. Narx sifati ma'qul kelsa 12 ta viloyatda bozorga taqqoslab, kelib ustida bemalol yoki bo'lmasa onlayn ravishda savdosini qilaverasizlar. Inshaalloh shunaqangi ko'chatni zo'ridan olaman degan aka-ukalarimizni ishlari bitadi. Mana qarang. Do'stim, mana chiroylisini, shunaqangi go'zalini olaman degan aka-ukalarni xudo xolasa ishlari bitadi. Bugun xudo xolasa 7 avgust sanasi hafta kuniga Saidul Ayyom juma. Barchani juma ayyomi bilan obunachilarimizni bizni doim kuzatib borayotgan O'zbekiston xalqini juma ayyomi bilan muborakbod etamiz. Akalar, faqat befarq bo'lmagan holatda mehnatga padishkani qilib ko'rasiz. Mirzohid akamdan chiroyli qilib ma'lumotlarni olamiz. Akalar, shunaqangi go'zallaridan so'raganlarga inshaalloh aka yana go'zallaridan kelibdi-yu aka. Yana keldi. Aka, narxlari yo'lidami inshaalloh aka? Yo'lida aka, biz tez sotaylik. 4 dona buqachasidan. Aka, narigilar qayerga berdingiz aka? Baliqchiga. Baliqchiga berdingiz. Baliqchi. Olgan odam ham baraka topsin. Ilohim kamida 60 million, 70 millionlik buqalar qilib sotsin. Oldingilari ham zo'r edi aka, bular ham ulardan qolishmaydi. Faqat ichi yosh oyligi kichkinaroq, ha? O'shanga qarab narxi ham yo'lida bo'ladimi aka? Yo'lida, o'tgan safargina 31 milliondan sotib yubordik. Bir joyga berdingiz. Bir joyga berdik. Mana hurmat aka-ukalar. Akalar, ko'p cho'zmaymiz. Aka, yosh oyligi bularniki qanaqa? Eng kichkinasi-yu, eng kichkinasi 40 kunlik, chillasi chiqqan. Eng kattasi 70 kunlik. Mana bu 70 kunligi. Bu ham dumba soladigandan aka. Mana qarang. Qo'ldan ham emadi, sigirda ham emishyapti. Mana. Qani joni sog', uchib turgan, chiroyli holatdagisini so'ragan aka-ukalarga tushadigan variantdagilar. Mana. Vallahi ko'rib turibsizlar. Torting polvon. Yurishlarni bitta ko'rsataylik. Obunachilar mazza tushmagan endi bular. Ha, endi bayliqqa tushmagan. Bular onani tayida to'yib yurgan buzoqchalar akalar. Lekin inshaalloh olgan odam maza qilib baraka topib, hosil daromadini ko'radi. Sababi akalar, simental. Endi ko'rib turibsizlar, narx-navosini ham, boshqasini ham bitta joydan emas. Biz o'sha Ponni mana shu vodiydagi chiroyli holatda Oltariqdan ham, Solmana Namangandan ham chiroyli yaxshilarni ko'rsatib, sizlarga ma'lumot berib yuribmiz. Ishqibozlari aloqa qilsalaring, akamiz ham mardi inson. Bunaqa hali arzimaga 5-400 ming talashmaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib ishni bitirib beramiz, ha Mirzohid aka? Xudo xolasa. Inshaalloh akalar, laykni bosib turasizlar. Boy aka, nima deymiz? Bir joyga bitta ayting, keyin donalabga ayting, narx-navosini beraylik. Ko'p cho'zmaylik aka. Farqi yo'q. Bitta olaman deganga ham sotaveramiz aka. Endi u asha eng kattasi, asha bunisi eng kichigi. Hay, bunisi eng kichigi, mana shu. Eng kichigi, asha 42 kunlikmikin bo'ldi. Mana. Hammasi buqacha. Mana ular 50 kundan. Ha, bu ikkalasi 50 kunlikdan, 50 kunlikdan. Mana qarang, hurmat aka-ukalar, mana go'zallar. 50 kunliklar. Nima deymiz aka? Mana shu qo'lingizdagi ikkalasini nima deymiz aka, narx-navosi? Jupigami? Jupiga ayting, donalab ham ayting. Farqi yo'q aka. Bizga narxni aytsangiz hisob. Jupiga 53 dan o'tib beray. 53 milliondan, ha? 53 milliondan kami bor. Xayri bas kami bor. Kami bor. Xayr emas akalar. Akamiz xudo xolasa tanti inson. Yo'lida qilib kelishtirib qilib beradi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi aka. Bitadi xudo xolasa. Ishi bitadi akalar. Mana qarang, mana. Aka, bularda 53 million bunaqasi yo'q, mana bu narxlar. Mana. Joning sog' bo'lsin. Mana. Sizga bu ular kepa ham yeb qo'ygan, hamma yo'q, silos. Bunisi ham urar. O'rgatib ketsa bo'lar. Mirzohid aka, bizga bitta maslahat bering, foydali aka. Shuni etdan tushirmasdan suti kamroq degan odamlar ham eplasa bo'ladimi aka? Bo'ladi, aka.
Misol uchun bittasini olib 5 litr 5 litr suti bo'lsa ham, Aha. ana eng kattasi ham to'yib ag'iga o'tib ketadi, nimasi ham buzilmaydi aka. Aka nima qo'shib berasiz sutga? Shuni ham bitta aytib o'tib keting aka. 2 litrga 1 litr 1,5 litr dog' suv, o'sha dog' suv aka novvot suvda bo'lish kerak. Novvotni, Aha. shirini. 2 dona tuxum bo'ldi aka. 2 dona tuxum, ha? Suv qo'shilgani uchun sut ko'payadi, Aha. kaloriyasi oshadi tuxum qo'shsa, novvot Tuxumni bilan. qo'shsa, o'sha Bo'ldi, shu bilan 2 mahal emaveradi. aka baqbaqali bo'lib, chiroyli bo'lib bo'laveradi, u so'radi aka. Etini yo'qotib ozib yubormaydi. Yo'qotmaydi. Mana bumadagi ukalar, Enasidan ko'ra yaxshiroq. O'tgan safargilar shunaqada katta bo'lgan. o'shaqalar katta qilgansizlar, vashshi yorib yuborgan ekan lekin ularni. Bumadagi ukalar, voy aka, Endi sutni o'zini ko'proq bersan, tezroq zo'r bo'lasi, ichi ketib qoladi aka. ichi ketib qoladi. Ha, sutdagi kaloriya balobatlari baland. Aha. Sekin Ichini tuxum ketkizib qo'shib qo'yadi. qo'shib o'rgatib olsa aka, Ha, effekti zo'r bo'laveradi. tuxum bilan bunaqa yaltirab bo'ladi juni. Mana bunaqangi yaltirab, chiroyli bo'ladi-da sekin. Xo'p, voy aka bunisi nima deymiz? Eng kichkinasini aka. Buni Ammo qimmat aytmang aka, qochirmay yoqishtirib aka. 24 million kami bor. 24 million kami bor. Kami bor. Kami ko'p. Dastlabki nima qilamiz aka? Dastlabki shu o'zimizda bo'lsa eplaymiz. Vodiyga eplab beramiz aka. Bir joyga olganga ketaveradi, bu joyga Ketaveradi. kelishtirgan holatda qilib berasiz aka. Beramiz. Mana qarang mana. Aka keyin hali o'tgan safargi 2 marta chiqdi-yu sizni kanalingizda. Bittasi hali ham aka bilan gaplashib turibmiz. Aha. Zaklar tashab qo'ygan, ololmadi, keyin aka ololmadim, sotib yuboravering dedi, sotildi. Aha. Hali arzimagan pulga Aha. ishonib qolib ketmaymiz ama. Aha. Kelib ustida kelib ko'rib olsa ham bo'ladi. Aha. Endi normalroq zaklar tashlasa kutib turaveramiz 5 kunmi, 10 kun boqib beraveramiz. Buni boqishimiz Akalar, tekin. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun realni oladigan bo'lsalaring, hisoblaringni qilib turib, iltimos aloqaga chiqinglar. Sababi bu akani ham bozorni o'ldirmanglar. O'zlaring ham keyin unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, hali gap ko'payishi noto'g'ri akalar. Realni oladigan odam aloqaga chiqsa ishi bitadi, to'g'rimi aka? Bunaqa muammo masala bo'lmaydi. Keyin hali aka pasport muammosi bo'lyapti hozir mana shu Aha. 7-dan keyin. Aha. Buni doktor bilan gaplashdim, men hammasini kelib, Aha. o'zi registratsiya o'zi, pasport emas u. Aha. Registratsiya degan narsa ekan. Aha. Quloqiga birga qadab, Aha. misol ma'lum olim bo'lsa, meni pasportimga registratsiya qiladi. Aha. Kimgadir sotsam, o'sha odam Telegramdan nusini tashlab bersa, Aha. oformat qilib berar ekan, doktor. Aha. Buni doktor pasport stol boshqa emas. Endi ro'yxatga olib qo'yilarganda aka. Lekin pasporti bor ekan deb bankka borib kredit ola olmaydi bular. Ha. Prosta Endi hozir nomida odam. Ha, fake xabarlar chiqib ketyapti. Qo'lib olib keling baqa. Juplaylik. Mana qarang, bulardagi ukalar joniy sog' bo'lgunlardi. Xo'p, aka bunisiga nima deymiz aka bunisiga? Bu kattasiyami? Ha. Ishqoziga beramiz endi. Bulardan necha farqi bor buni, kattaligi. Aka bitta narsada tillo balchiqqa bularni ketsa ham baribir bunday olib turib suv quysangiz tilloligicha qoladi aka. Narxini ayting aka bizga. 27 dan o'tib beraman. 27 dan. O'tib beraman. Eng qimmati mashinasi aka. Eng qimmati shu. Endi quyuq suyuqqa Aha. aka hop 26 milliondan kami bor aka. 26 milliondan kamini qilib berasiz. Kamini qilib Dastlabkasi berasiz. vodiy bo'ylab qilib beriladi. Mana akalar shunaqangi moli bo'lsa yoki bo'lmasam mana zoti hozirdan ma'lum qilsalar. Mana mashlarni kelajakda zotga foydalanasizlar akalar. Mashlar bo'ladi-da hech qilmasa akalar 60 million 55 millionlik mollar. Faqat o'zicha bo'lmaydi. Mana ikkalasi bir xil ekan. Mana shu Nimasi? Tuni, Ha, guli. Xudo xolasa hozir to'g'ri ozgina qimmat so'rayotgan bo'lishimiz mumkin akalar. So'ngra bu moling qachon bo'ldi deyishlaring mumkin. Akalar vaqtdan birpas o'tib ketyapti-da. Mirzot aka shuni mashina novvosda so'ng uchun 400 kilo zotga yaraydigani aka so'ng uchun 35 millionga bermayapti-da Mirzot aka. To'g'rimi aka? Kamida 45 million 50 million. 7 oyligini beradi 35 millionga. Yaxshisini 7 oyligini. Mana. Sekin ozgina mehnatini qilasiz. Xudo xolasa hosil daromadini ham olasiz. Inshaalloh o'shunaqangi holatdagi boqilayotganlarni ham qo'yib boryapmiz, muntazam ravishda qo'yib ham boramiz. Akalar, like, kommentariyani ayamasizlar, xudo xolasa Mirzot akam. Keyin aka arzon varianti ham bor. Hali rossiyskiy sementlar bor. Aha. Ikkitamikin buqachasi bor. Arzonroq variantlar so'ragan. Mana shunaqa holati. 19 milliondan beramiz. 19 milliondan. Bular toza avstriyskiy sementlar bo'ladi aka. Endi odamlar olishda adashib qolishmaydi. Kecha 20 millionga oldim bundan kattasini degani. Tozasini unga bermaydi. Endi aka, so'ngchi fermerlar buni 9 oy so'ngchi orqasiga qarab tug'dirib o'zicha nima bo'lmaydi-da, shu tomoni bor. Aka aloqaga chiqqan odam xudo xolasa ishini bitirasiz-da. Bitkazamiz. Xumadagi ukalar.
aloqaga chiqinglar, xudo xolasa akamiz ham Oğuz nomi aka uzoq ayting nomerni. Mana. 94li aka. Aha, 94 kodi bilan 499 499 0200. 0200 telefon raqamiga aloqaga chiqib, bemalol ustida kelib savdosini qilaverasizlar. Mana ko'chat, yosh, xolasalaring suti bor odamga imkoniyat vobshim zo'r. Mana men kichkinasi bor-ku, agar ozgina bir sutga to'yib, akam aytmoqchi, shunaqangi tuxum bilan jijjiklab oladigan bo'lsangiz, chempion mol bo'ladi. O'zi kallalari ham, Allalari aytdi. tuyoq qismlari ham hammasi aytib turibdi akalar. Mana stakan tuyoqliklari, misol uchun oq kiprik, chiroyli narsa-da akalar. Hali rangi qizil nomus mintallardan emas. Ularga taqqoslab uyam bo'lsalaring, u matematikasi to'g'ri kelmay qoladi. Unaqasi yo'li narxi yo'lidarog'i bor deyapti. Oyoqlari ham hammasi tikka aka. Oyoqlari tikka baquvvatliklari, xudo xolasa behijolat. Aka aloqaga chiqib kelishaversin aka. Bemalol, Lokatsion tashlab berasiz aka. Boshqa videolari ham bor, telegramlariga tashlab beraman. Tashlab berilaveradi. Telefon Muammo yo'q. qo'raman. Akalar ko'ngilni bir joyga qo'yib aloqaga chiqaverasizlar.